Ishonasizmi? Telefoningiz yordamida 3 ta gologramma hosil qilish mumkin. Buning uchun qimmat uskuna ham, murakkab texnologiya ham kerak emas. Bizga karton bo'laklari, shaffof plastik va telefon kerak bo'ladi. Gologramma moslamasini tayyorlash uchun avvalo 15 ga 15 sm o'lchamdagi kvadrat kartonlari kerak bo'ladi. Har bir karton bo'lagini diagonali bo'ylab teng 2 ga bo'lib olamiz. So'ng hosil bo'lgan bo'laklarni shaffof plastikka tirgak ko'rinishda biriktiramiz. Shaffof plastik 45 gradus burchak ostida turishi lozim. Keyingi bosqichda kattaroq karton bo'lagidan telefonni joylashtirish uchun mos o'lchamda joy kesib olamiz. Tayyorlangan kartonni shaffof plastik ustiga o'rnatamiz. Shundan so'ng gologramma moslamamiz foydalanishga tayyor bo'ladi. Ta'tilni shunchaki o'tkazmang, uni kashfiyotga aylantiring.